Shoshilinch xabar. Bir birodar hozir aloqaga chiqib aytyaptiki, mana shu biznesmen birodarlarning diqqatiga. Kimki agar mana shu sohalarda bo'lsa, aytaylik, restoran, oshxona, sartaroshxona yoki telefon tuzatishlik, telefon sotishlik, har xil aksessuarlar bilan yoki mashina tuzatish ustaxonasi bo'lsin, mashinani zapchastlar bilan shug'ullanadigan klinika bo'lsin, sartaroshxona bo'lsin, har qanday mana shu biznes egalariga agar bu ishlarni qulaylashtirishlik uchun Telegram botlar kerak bo'ladigan bo'lsa, avtomatizatsiyalashtirishlik xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda bu ishlarni sifatli shaklda sizlarga ishlab programma tuzib beradigan mutaxassis birodarlar bor. Men bu narsani bismillah Alloh uchun birodarga shunchaki chiqib reklama qilib beryapman. Bundan hech qanaqa men manfaat ham topmayman. Lekin mana shu birodarlar mana shu sohada ish yurib ketadigan bo'lsa, bismillah mana shu narsaga qo'shgan hissam bo'ladi. Agar sizlar ham agar hech bir qo'limizdan ish kelmaydi deydigan bo'lsangiz, kamida shuni birodarlarga tarqatib yoki bo'lmasa ko'proq report qilib tarqatib yuboringlar. Bir birodarning mushkulini, bir birodarning ishini yurib ketishligiga sababchi bo'lamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Inshaalloh biiznillah agar ko'chada mana shu ishlarni sizga kimki $100 ga qilib beraman desa, biz sizga $50 ga qilib beramiz. Bismillah. Shoshilinch xabar. Bir birodar hozir aloqaga chiqib aytyaptiki, mana shu biznesmen birodarlarning diqqatiga. Kimki agar mana shu sohalarda bo'lsa, aytaylik, restoran, oshxona, sartaroshxona yoki telefon tuzatishlik, telefon sotishlik, har xil aksessuarlar bilan yoki mashina tuzatish ustaxonasi bo'lsin, mashinani zapchastlar bilan shug'ullanadigan klinika bo'lsin, sartaroshxona bo'lsin, har qanday mana shu biznes egalariga agar bu ishlarni qulaylashtirishlik uchun Telegram botlar kerak bo'ladigan bo'lsa, avtomatizatsiyalashtirishlik xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda bu ishlarni sifatli shaklda sizlarga ishlab programma tuzib beradigan mutaxassis birodarlar bor. Men bu narsani bismillah Alloh uchun birodarga shunchaki chiqib reklama qilib beryapman. Bundan hech qanaqa men manfaat ham topmayman. Lekin mana shu birodarlar mana shu sohada ish yurib ketadigan bo'lsa, bismillah mana shu narsaga qo'shgan hissam bo'ladi. Agar sizlar ham agar hech bir qo'limizdan ish kelmaydi deydigan bo'lsangiz, kamida shuni birodarlarga tarqatib yoki bo'lmasa ko'proq report qilib tarqatib yuboringlar. Bir birodarning mushkulini, bir birodarning ishini yurib ketishligiga sababchi bo'lamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Inshaalloh biiznillah agar ko'chada mana shu ishlarni sizga kimki $100 ga qilib beraman desa, biz sizga $50 ga qilib beramiz. Bismillah.